Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İslam Biz programımızdan 123. sani görüşünlerini karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli körülmelerimiz hem Allah malum boğandak illadan bu yan devam kılıvatkan programımızda her bir Müslüman çokum Kur'an ve sünnet nuru astıda düşünüş gerek boğan xilma-xil temalarni ayrim mavzu şeklinde huzuruna sunup kelyapmiz. Bugün mutunigun e'lonimizda bergandek hatta biz o'tgan hafta ve onun aldıda başlayan aqideden ibaret bir mümin hayatidagi, Müslümanın hayatidagi en muhim bo'lgan bu xato ketgan vaqtida, bu egri bugur bo'lib qolgan vaqtida hamma ishimiz qilgan barliq ishimiz dunyo oxiratda natijasiz bo'lib chiqadigan intayin sil bir masalani to'xtalib kelyapmiz. Shuning uchun bugun aqida ruhiy ikkinchi davomi o'tgan haftaniki degan shaklda e'lon berdik. Programımızın aziz mehmini hammalar tanışıq bo'lgan hürmetli ustaz Sharq Turkiston Ulamolar birligi shundoqla dunyo musulmon olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamal Kashag'arni taklif qildi. Qimmatli vaqtdan chiqarib qadam tashrif qilganlar uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız orqali naq maydondan tarix qilyapti. Ekran oldi chiqib turayotgan nomerimiz shundoqla ijtimoiy uchur vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringiz bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shundoqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Unda bo'lsa, bevosita boshlab ketsak, 15 minutga kechikib qoldik, kechirim so'raymiz oldi bilan. Hurmatli ustoz, bevosita kirsak chunki deganimdek o'tgan sanoq davomini qilyapmiz bugun. O'tganki sonimizda bir kirish sifatida, boshlang'ich sifatida bu aqida ruhininki hayotimizdagi qanchalik muhim o'rin ekanligini o'tirg'a qo'yib o'tlamdi. Bugun birinchi savolimizni nima uchun hamda ishlarimizda shu ishlarimiz nima uchun aqida ruhiga uyg'un shaklda qilinmaymiz biz? Shunchalar bir muhim bir masalani barliq ishlarimizga aqida ruhiga uyg'un bir shaklda qilinmasdan aksicha ro'yobga chiqadi, aksicha namoyon bo'ldi ishlarimizda. Mushning bir javobini olib boshqa bo'lsak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hem sana peygamberimizge dua salamlar olsun. Biz o'tgan haftada aqida ruhi degan temada 4 nokta haqqa to'xtalganligimizni bayon qilgan. Xo'sh. Aqida ruhin yetildirish muhim. Nima uchun aqida ruhin yetildirish muhim desa, davlat qura olishimiz uchun. Mustaqil bo'la olishimiz uchun. Xo'sh. Xo'rliqdan qutulishimiz uchun. İnsani izzat sharafimiz bilan yashay olishimiz uchun, vatansizlik dard alamdan qutulish uchun aqida ruhini uyg'otish bu intayin muhim. Madaniyat yaratishimiz, boshqa insonlar bilan teng qadam taraqqiy qilishimiz uchunmi aqida ruhini yetildirish intayin muhim. Bu aqida ruhini yetildirish uchun 4 turli nuqtani o'tirib qo'ydi. Bunun birisi tushunishdir. Xo'sh. Yani aqidaning mohiyatini tushunish. Biz o'tgangi darsimizda aqidaning mohiyatini tushunish degan bu darsimiz birinchi bo'lib aqidani qanday tushunamiz degan masalaga to'xtaldi. Yani Qur'on sunnatni manba qilib tushunish. Ikkinchi qilib aqidaning taqazzosini bayon qildi. Aqidaning taqazzosiniki sharkat bilan bog'langanligi, dunyo qarashi bilan bog'langanligi, kundalik hayot bilan chambarchas bog'langanligini bayon. Uchinchi bo'lib aqidaning doirasidan tarayib ketgan masalalarni bayon qildi. Bunun qatoridan do'st dushmanni ayirmaslar. Kafir bo'lsa-mi, ya'ni kafir deganda masab ya tajovuzchi, zalim, dushman kafir bo'lib qolsa, uni apaq-chapaq qildigan, uni yomon ko'rmaydigan, uni o'tirash qo'pashni normal qaraydigan, vatanimizni besovasmi bo'libdi, beshimiz kagilik kapto deb beshini ichiga tiqib oldigan bu illatlarningki aqidaga zid ekanligini o'tgan darsimizda bayon qilib o'tdik. Bugun bu aqida ruhininki 2, 3, 4 qismini bayon qilamiz. Ikkinchi qismi tasdiqlash. Xo'sh. Aqidaning birinchi qismi tushunish bo'lgan bo'lsa, yuqori asosda, ikkinchisi tasdiqlash. Ya'ni tasdiqlashdan maqsad aqidaning yaxshilik yarata oladiganligi. Islohot olib bora oladiganligi, insonni o'zgartira oladiganligi, jamiyat qura oladiganligi, davlat qura oladiganligi, madaniyat qura ishini kaskin ish. Buni tasdiqlash deymiz. Xo'sh. Tasdiqlash faqatla Allohning barliq birlik ishinish, qiyomat kunidagi ahvolga ishinish bu nazariy va zehniy bo'lmaydi.
Yani gündelik hayatımızda islohotning bo'lganligi, media holat olsun, kollektiv holat bo'lib qolsin, madaniyat yaratgan bo'lganligi, yaxshilik, xotirjamlik, amalning qo'lga keltirgan bo'lganligi, keskin ishonish buni tasdiqlashdi. Aqida temizdir. Üçüncü olarak aqidani fikir dünyamızda, ideya dünyamızda yetakchi qilishning zo'rligi. Dördüncü olarak aqidani şirketlerimiz, yürüyüş duruşumuzdaki yadrosi qilish yoki yetakchi qilishning muhimligi degan bu üç tema haqida bugun qisqacha to'xtalib o'tamiz. Endi savol kelsak, nima uchun şirketlerimiz, faoliyatlarimiz aqida ro'yi uyg'un emas? Mayli biz şirketlerimiz so'zsat kitobi bo'lsin, yoki yemek-ichmak kitobi bo'lsin, yoki ijtimoiy faoliyat, iqtisodiy faoliyat, siyosiy va boshqa faoliyat bo'lib qolsin, ko'plagan ishlarimiz qarasak aqida ro'yi uyg'un emas. Ya'ni bugun bizning xulosalig'i vaqtida dunyoni yaratgan, hammaga qodir, hammaga qudratli Alloh taolaga bog'lanib turib, izzat sharafimiz bilan yashayanmaganligimizni o'zlam aqida ro'yining bizda ne kadar passiv, ne kadar tushkun, ne kadar ojiz ekanligini isbot. Xo'sh. Hem sözümüz qaytsak, biz aqidani o'tganki programmamizda bayon qilgandek, aqidaning manbasi asosida tushunsak, Qur'on sunnatni manba qilib tushunsak, palani tushunsa bir vosita deb qarab turib, asli manba Qur'on sunnat manbasi asosida tushunsak. Anin kendin aqidaning taqozzosini hayotimiz o'zlashtirsak, endi aqidaninki doirasidan chetdan chiqib ketgan, biz beparvo qarayotgan, oddiy qarayotgan masalalarni aqidaning ruhi yoki asoslari yoki qoidalari deb tushunsak, u vaqtida bizningki tafakkur doiramiz to'g'ri bir yo'nalishga qadam qo'ydi. Biz aqidani yuqoriga o'xshab 3 nuqta asosida tushungan vaqtimizda to'g'ri fikr qilgan holat keltiradi. Chunki aqidaning qimmati qalb bilan tasdiqlab qo'yilsa bo'lgan zihniy masala emas. Xo'sh. Aqidaning qimmati qalb bilan tasdiqlab qo'yilsa bo'lgan tushuncha masalasi emas. Balki bu insonningki fikriga, insonningki harakatiga, insonning yurish turishiga ta'sir ko'rsatadigan izdan iborat, ta'sirdan iborat. Yani aqida gündelik hayotdagi harakatdan iborat. Xo'sh. Buni haqiqiy tasdiqlash deymiz. Mana islom aqidasi bilan dunyodagi boshqa aqidalarning orasidagi farq bir şey. Boshqa aqidalarda zihniy jihatdan bilib qo'ysa yetish mumkin. Ammo islom aqidasi zihniy jihatdan bilib qo'yash yoki qalbiy jihatdan tasdiqlab qo'yib uxlab qolish yetmaydi. Buning taqozosi bo'yicha yashash, buning taqozosi bo'yicha fikr qilish, buning taqozosi bo'yicha harakatini davomlashtirish bu aqidaningki talab hisoblanadi. Halbuki bugungi musulmonlarning ahvoliga qaraydigan bo'lsak, o'zini musulmon deb qaraydigan yoki o'zini musulmon deb chaqlaydigan yoki musulmon deb o'ylaydigan ko'plagan musulmonlarningki iymon asoslarini qalbi tasdiqlaydiganligini ko'rib olganman. Allohning borlig'i ishonamsizlar desa, ishonamiz. Allohning birligi ishonamsizlar desa, ishonamiz. Qiyomat kunining borlig'i desa, ishonamiz. Ammo iymonning asoslarini qalbi tasdiqlagan bilan, lekin bu tasdiqlashning taqozosi bo'yicha amal qilmaydi. Bularning fikri qarsak, ya kommunist chiqadi yoki liberalizm chiqadi. Aqida bor degan bilan. Xo'sh. Bularning ish harakatiga qarsak, ya shariat uyg'un chiqadi, ya shariatning ziddi chiqadi. Yurish turishiga qarsak, islomga uyg'unmi yoki boshqa bir din yashayotgan degarak, oyinda bir Allohga yashayotimiz. Zihniy jihatdan qarasa ham Allohning borlig'iga ishondim, birligiga ishondim, bor deyman qo'y. Ammo uning qilayotgan fikrlari, o'ttirga tashlayotgan nazariyalari, yozayotgan narsalari, yurish turishlari qaraydigan bo'lib qolsak, yoki ish harakat faoliyati qaraydigan bo'lib qolsak, boshqa bir aqidaninki agashkuchilardek, boshqa bir dinninki murtlardek ko'rindi. Qaraydigan bo'lsak, uning fikri boshqa bir dunyoda, ish harakati boshqa bir dunyoda, yurish turish boshqa dunyoda. Agar siz uningga siz e'tiqod qilgan Qur'onda bunday bir ko'rsatma bor desiniz, siz hurmatlayotgan yoki agishayotgan payg'ambarning bu to'g'risida mundaq bir yo'l yo'riqi bor desiniz, Xo'sh. e'tibor qilmaydi. Baş üstüge diyemeyiz o.
Qur'onda bunday degan bo'lsa, tamam biz bu shu bo'yicha mayli deyamlaydi. Payg'ambarning manda yo'l yo'l qo'ygan bo'lsa, biz ishimiz tuzdi bo'lay demaydi. Degan bilan Qur'on bilan sunnat unda degan bilan bugungi zaman o'xshamaydi unaqa. Biz bugungi dunyoga moslashib, o'ng tarafga mangsa o'ngga, sol tarafga mangsa solga mangmasak bo'lmaydi. Bu zamondan keyin qolamiz deydi. Bu qanday aqida bu? Demek aqida qalbi tasdiqlashdi. Baş shaklan, lekin amaliyat dunyosida, yurish turish dunyosida, harakat dunyosi bormiz yo'q. Musulmonlarning mushunda holat kelib qolishiga nima sababchi bo'lgan? Bu aqida bormi desa, men tasdiqladim bor deb turdim. Lekin aqidaning ruhiy bo'yicha fikr qilish, ruhiy bo'yicha harakat qilish, ruhiy bo'yicha yashash kelgancha topqinilmaydi. Bu nima uchun mush ahvol kelib qolgandi? Buning asos sababi nima? Buni izlab baqish kerak. Bunun asas sebeplerinden birisi İslam akidesini sağlam düşünmezlik. Birinci amil. Bu bir sebeplerden birisi. İkinci sebeplerden birisi bir bölük ehli sünnet ulemalarının imanını fakat tasdiklaştığın ibaret şirket onun toluk lebisi diyen bu gibi hata düşünüyorlar. Ya ki alimlerin şu düşüncesi bu neticeni keltirgen. Bir bölük alimlerimiz imanını fakat kalp tasdiklaştığı ibaret. Şirket, amel, onun to'liqlamasi deganlik uchun ko'pligan musulmonlar deyilsa, iymon degan tasdiqlashgan. Biz tasdiqladik. Mukammal mu'min bo'lolmasakmi, 50% musulmon bo'lsak bo'lmadi mana deb bu gapni dalil qilib, solishib ketgan, bo'shab ketgan, himmatsizlashib ketgan, uyg'onmaydigan, bir yurak titramaydigan, vijdoni harakatlanmaydigan bir yer kelib qolgan. Gerçi şu ko'z qarashni, shu xil nazariyani o'ttirib qo'ygan u ahli sunna shu ulamoniki maqsadi ish qilmasang mayli demakchi emasdi. To'g'ri. Amal qilmasang mayli demakchi emasdi. Chunki uning o'zi e'tiqod qiladi, uning o'zi amal qiladi, uning o'zi aqidaning bo'royi bo'yicha yashaydi. Ammo shu xil ifoda bir bo'lik musulmonlarga bahona bo'lib bergan bo'lishi mumkin. Ba'zanlar bu gapning taqozosi to'g'ri tushunmaydi. To'liqlarimiz bo'lmasmi, mushta bo'lsak bo'lar, kim bir gap bo'lar, 7 jannatninki pardoz eng yuqori erishamisak, bu oxirida so'rilib kirsak bo'ladi deydigan. Onamiz sog'lom qolsa, dadimiz sog'lom qolsa, molimiz sog'lom bo'ladi deydigan gap qoldi. Ya'ni bugungi kunlikda aqida uchun jonini ato qila oladigan ruh qancha persa odamdir bu. Aqida uchun balchaqsini qurbon qila oladigan ruh qancha persa musulmondir bu. Aqida uchun mol-mulkini to'g'ri vaqtga kelgan vaqtida sarf qila oladigan musulmon qancha persa yadi bu. Bu yerda aqidaning qimmatini belgilagan bo'ldi. Aqidada samimiy ekanligi yoki shakli ekanligini bu yerda belgilagan bo'ldi. Aqida uchun jon qurbon qilindi bizning dinimizda. Xo'sh. Aqida uchun mol-mulkimiz sarf qilindi. Aqida uchun jonimiz, butun mol-mulkimiz pido deyildi. Peygamberimizge sen üçün ata-anam pida olsun. Menden sırt ata-anamni pida qilish rozi deydigan shu xil e'tiqod ruhi dedi. Belki bunun ba'zilar turli illatlarni, turli bahonlarni ko'rish mumkin. Demek bu yerda sabablarning bir nechasi. Birisi aqidani sog'lom tushunmaslik, islomni bir butun shumoliy holati bilan mukammal tushunmaslik bo'lsa, bir qism olimlarning so'zini xato tushunilish, yoki shu olimlarning so'zini bahona qilib eslashdan iborat. Bu xil omil musulmonlarni amalsiz, ruhsiz ishlar parvo qilmaydigan oyinda holatga akib qo'ygan bo'lishi mumkin. Halbuki sahabeler qaraydigan bo'lsak, tabiinlar qaraydigan bo'lsak, tabiin ulamolar qaraydigan bo'lsak, bular aqida nima desa qalban bilan tasdiqlashdi. Tiling bilan e'lon qilish, o'zining musulmon ekanligini har qanday maydonda e'lon qilish. E'tiqoding bilan sharaf his qilish, musulmonlikni sharaf his qilish, numus qilmaslik, beshingni to'van qilmaslik, faxrlanish tuyg'usi bilan. Bu e'tirof degan bu. Erin kendi ish harakatidan orqali buningga pokit ko'rsatsin deb bundaq tushunadi. Bundaq tafsir qiladi, bundaq bayon qiladi. Shuning uchun u olimlar aqida bilan fikr dunyosini, aqida bilan ideya dunyosini ayirib qaragan emas. Aqida bilan sharkat dunyosini, aqida yurish turish dunyosini ayirib qaragan emas. Aqida bilan savdo-sotiq, siyosat, hokimiyatni ayirib qaragan emas. Bu aqida, bu ruh bilan, bu xil tushuncha bilan davomlashib kelgan. Shu sababdan u zamondagi aqidani sog'lom tushungan, sog'lom tutib mangan bu musulmonlar vatanlarini gullantirgan. Dunyoviy madaniyat yarata olgan. Boshqalar talpinigidek ilmiy madaniyat yarata olgan. Ish harakatga atlangan. Aqidaning haydakchiligi bilan.
Sen bu itiqat işengen bo'lib qolsang, buni namoyaniz qani. Boshqalar qanday o'rnak bo'lsa, kimsin sen? Boshqa millat qarta mas'uliyating nima degan bu xil ruh bat bo'ladi. Ammo bugun kunlashchi boshqa millatlarga nisbatan emas, o'zimizning ustidagi mas'uliyatni his qilolmaydigan bir yer turadi. Bu qanday aqida? U musulmonlarning aqidasidan bugungi bu uxlab qolgan aqida qanday tang o'rin qo'yg'ini bo'lsin. Albatta Qur'on Karim qaraydigan bo'lsak, Qur'on Karim 69 o'rinda iymon bilan amal, iymon ish harakat tang bayon qilingan. Ya'ni shunchalar ko'p o'rinda iymon bayada amal bor edi. Iymon bayada ish harakat bo'lish lozim. Iymonninki da'vosi bo'lgan bo'lsa, buniki amaliyati, buning pakiti ish harakat, amal, harakat deydigan bu qoidani Qur'on Karim nurg'un oyatda bayon qilgan. Yani iman bilen şirket ayrılmaydı. İmanda samimi boğallıktan, rastlı boğallıktan ölçümü emeli hayatında ona kölüşün diyen buldu bunun takazzası. Bakadın baka unçulacık bayan kim beni? Çünkü pakit boğadak yaş şirket bulması iman bulmaydı. Ben iman ettim sen, imanlıkın bir pakit oluş lazım. Alamet oluş lazım. Samimilikten bir işbazı oluş lazım. Şuningdek tayanıqdek iymon bo'lmay turib yaxshi ish mavjud bo'lmaydi. Men yaxshi ish qildimsa biraz iymon etmay turib har qancha yaxshilik qilyapsizmi dinimizda, o dunyoviy jihat yaxshi bo'lib qolsa, oxiratning mizonida yaxshi hisoblanmaydi. Shuning bu yerda ko'plagan qarindoshlarimiz eskartib o'tadigan bir nuqta shuki, amal qilish maqsad qilinmaydigan iymonning qimmati bo'lmaydi. Amal birlashmagan harakatni qilishni maqsad qilmaydigan, ko'zlamaydigan, urinmaydigan yoki hediyanmaydigan harakatlarni bunda iymonning qimmati bo'lmaydi. Eg'izlam deb qo'yiblar. Qalbimni tasdiqladim, men tasdiqlash deb tikaniz. Buni qimmati bo'lmaydi. Chunki bunda iymon insonni to'g'ri yo'lda yashashga haydakchilik qilolmaydi. Mas'uliyat ruhi bilan o'zi qarta, oilasi qarta, millati qarta, dini qarta, vatani qarta mas'uliyat ruhi yashaydigan ruhni yetildirolmaydi. So'd setiq bo'lgan bo'lsa, halol haromni yetildirolmaydi. Fikr dunyosi bo'lgan vaqtida to'g'ri bilan xato bu ruhni yetildirolmaydi. Demak, bunda yurak aqida, ya'ni ish harakatni taqozo qilmaydigan, ish harakatni o'lcham qilmaydigan bunda aqida u insonniki ish harakat dunyosiga, fikr dunyosiga, tasavvur dunyosiga, yurish turishiga, so'd setiqiga, faoliyatiga ta'sir ko'rsatmaydi. Nimishqa yurak bir aqida. Ya'ni madaniyat yaratmaslik, vatansizlik, mahkumlik ko'nab qilish, zulmni normal ishlab qaraydigan ish bu birinchi bo'lib nadin keldi desa, mana aqidaning uylagligidan keldi. Düşman bo'lsin bil yazsaq, mayli jon saqqasi. Aqidam xorlansa mayli men jon saqqasi deydigan shu yerga kelgan narsa bu aqidaning uylagligining ifodasi emas. Boshqa bir ifodasi, boshqa bir izohati bo'lsa, olmasak bo'ladi. Demak, yaxshi ish harakat bu aqidaning sog'lom ekanligining isboti. Yaxshi ish harakat iymonning qalbida singanlikning yoki samimiy tasdiqlanganlikning ifodasi. Xo'sh. Yaxshi ish harakat iymonninki mevasi. Bunun delili nimasi Qur'on-i Kerimda ve men ya'mal minas salihati min zakarin aw unsa ve huve mu'min fe ulaika yedhulunal cennet. Kim yaxshi ish qilsa dedi. Er olsun, ayol olsun, yaxshi ish qilsa iymon etgan holda bular jannat kirdi dedi. Demak, oyat nima deysa, jannat kirishning o'lchami nimaga bog'landi desa, qalbing bilan tasdiqlab qo'yishing demidi oyatda. Ish harakat qilsang, endin jannat kira olasan dedi. Oyat aniq. Nisa suresi 124. ayet. Cennet girişinin şartı amel dedi. Ağzındaki tasdiqlab qo'yish, qalbini tasdiqlab yetmaydi bu dedi. Amel qilishinglar. Ayet şu kadar aniq. Amel qiladigansan, iymon etib turib, endin jannat kirar. Demak, amel yo'q bo'lib qolsa, sen jannatni tushunib ko'rmaydi. To'g'ri. Demak, biz qanday mu'min, qanday musulmonmiz? Yani bir ayette Allah subhanahu wa ta'ala sen bir hatırcam hayat erişmekçi olsan, ko'nglingdek bir hayat erişmekçi olsan, izzat sharifing bilan yaşamoqchi bo'lib qolsan, amal qil. Buning dalili Nahl surasi 97. oyatda "Men amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba." Sen hatırcamlik bo'lsa, izzat sharifing bilan yaşamoqchi bo'lib qolsan, hürmetin bilan yaşamoqchi bo'lib qolsan, insondek yaşamoqchi bo'lib qolsan, o'zingning irodang bilan yaşamoqchi bo'lib qolsan, ish harakat qil. Er olsun, ayol bo'lib ish harakat qilib qolsan, u vaqtda xotirjamlik erishalaysiz.
Demek bizning hayotimiz xotirjam emas. Ruhimiz xotirjam bo'lsa, o'zimiz bilamiz halimizni. Vatansizlik dardida, davlatsizlik dardida dunyoning har tarafiga chechilib ketgan marjonga o'xshash o'zimiz bilamiz dardimiz. Eng isil dağçılarda o'tlagan bo'lsak, cityda o'tlagan bo'lsakmi, ya'ni yuragimizning so'qidigan yeri taklamakan cho'llik ekanligini hammamiz e'tirof qilamiz. Yana bir rahatsizlik var. Qalbimizda bir yaxshi xotirjam bir hayot yo'q. İmandan chetniganlar, yoki insonlikdan chetnigan, yoki vatanparvarlik yo'qolgan maqsad u ayrı. Bunun sababi nima? Demek bir yerda o'lcham yo'q biz. Sharkat yo'q, amal yo'q, shuning uchun yaxshi natija yo'q. Yaxshi hayot yo'q, xotirjam hayot yo'q. Xotirjam hayot erishaydisan, oyat nima deydi o'zi? Sharkat qil, amal qil deydi. Unda o'g'a vaqtida biz aqidaning ro'yini yechirimiz ekan, tasdiqlashni tushunaylik. Tasdiqlash faqat qalbiy jihatdan tasdiqlash emas, amaliy ifodamizdan namoyon qilish. Tasdiqlash degan shu olimlarniki. Biz u to'g'ri keyin to'xtalamiz. Bir labziy jihatga to'nishtirish bilan istilohiy to'nishtirish orasidagi bir shakliy bir farq, mohiyat emas. Bularning hech birisi bir amal qilmasang sen muttaqi musulmon mukammal degan gap degan emas. Bularning hammasining maqsadi sharkat qilish lozim. Amal qilish lozim. Val asr surasini nayt obdan bildirgan olimlar. Buni qarindoshlarga eskartib qo'yib, balki u to'g'ridagi ko'z qarashlarimizni keyincha to'xtalamiz. Ko'p rahmat. Haqiqatan intan ochiq bir realligimizdagi ochiq amaliyatimizni o'tirib qo'yib o'tlab bu misollardan Rabbimiz hammamizni to'g'ri tushunchaga ega qilsin. Bu yuqorida so'zlab o'tilgan so'zlardan albatta bundan burungi darsimizda to'xtalayotimiz. Çünkü mushundaq ish harakatlarimizga, hayotimizga namoyon bo'lmasligidagi aqida ruhining, aqidamizning namoyon bo'lmasligiga sabab boshdan xato tushunish, fikrning xato tushunib qilishi, sog'lom bir narsaning ustiga qurilmasligi deb hozir biraz to'xtalib o'tlar. Mushuni biraz ochgan bo'lsak, bu nimaga bog'liq qilmasa? İnsandagi fikr yoki ideya bu ish harakatininki muqaddimasi hisoblanadi. Ya'ni insonda ish harakat boshlanishligiga fikr paydo bo'ladi. Yoki ideya paydo bo'ladi. Inson bir ishni qilgan bo'lsa, ideyasi bo'yicha qiladi. Masalan, biz namoz o'qiydi. Musulmonlik taqozosi bo'yicha. Zakot berdi. Bu farzdan sirt bir yetimni ko'rdi, bir muhtojni ko'rsa, u zakotdan sirt uningga bir xayr ihson qildi. Nima uchun qildi buni? Musulmonlik majburiyatim savob bo'ladi deydigan kallasiga bir ideya nuqtasidan qildi. Birisi o'g'irlik qilgan bo'lsa, bulanchilik qilgan bo'lsa, yana bir ishni qilgan bo'lsa, u kallas ideya bo'yicha buni qilsam men turmushim xotirjam o'tadi yoki jafo tortmaylam turmush yashayman deydigan bir ideya fikr shakllanganlik uchun qildi. Demak, insondagi fikr yoki ideya dastlab shakllanadi, endin ish harakat maydon keladi. Ish harakat bo'lgan bo'lsa, amal bo'lganimiz fikrninki natijasi. Demek bizdeki kundalik hayatımızdaki ish harakatninki va wada'al mizan İslamning taroziga tushib tushmasligining sababi fikrga bog'liq, ideyaga bog'liq. Bo'layotgan ishlar Allohni rozi qildigan, payg'ambarni rozi qildigan bo'lib qolsa, fikr to'g'ri ekan, ideya to'g'ri ekan. Agar unda emas qarsak, axloq tushmagan, axloqsizlik avjagan, razillik avjagan, bir-birini so'qashtirish, bir-birini jidal solish maqsad qilingan bo'lib qolsa, bu yerda masala nadasa fikrninki buzuq ekanligida namoyon bo'ldi. Demek bir yerde fikir e'tiqodga bog'lanmasa yoki fikir aqidaninki taqozosi bo'yicha bilmay qolib qolsa, u ish harakat to'g'ri chiqmaydi. Xo'sh. Fikir e'tiqodga bog'lanmasa yoki e'tiqodning ro'y bo'yicha elib berilmasa, u ish harakat to'g'ri chiqmaydi. Ya so'lchi olib chiqadi yoki o'ngchi olib chiqadi. Qur'on sunnatning ro'y bo'yicha siratal mustaqimda ma'nolmaydi. Mesela bir kısım aşkınlar var. Onçu aşkın, solçu aşkın. Onçu aşkın, Kur'an sünnet tutman, İslam hizmet kılımızda bir düşmanlık kıldıgan. Solçu aşkın, İslam'dan çıkınıp kaçıdağan pasif meydan değil. Hoş. Demek itikat ruhiden çetmegenlik için, palanının düşüncesine eslim menbadan yukarı orun koyvaganlık için bu xil xapılıktan qutulanmavatımız. Yani bu digerlik Müslüman fikir işlep çıkarıştı olsun, tasavvur işlep çıkarıştı olsun,
yoki bir ishga plan tuzishda bo'lsin, yoki bir ish harakat qilishda bo'lib qolsin, yoki yurish turishiga, yoki savdo satqiga aloqador bir ish bo'lib qolsin, har bir ishni qilgan vaqtida aqidaning taqozzosini kallasiga eklab turib, aqida nima deydi mush masalaga? Mush masala aqidaga uyg'unmi, uyg'un emasmi degan mush masala isiga ekkasa, bu fikr, bu ish harakat joyi chiqar. Agar aqid nima deydi degan bu gapni aytganman, fikr ishlab chiqardim desa, yoki plan tuzdim, yoki ish harakat qildim desa, aqidaga bog'lanmay qolib qolsa, yoki aqidning taqozosi kallasiga aytganmay turib qolsa, u vaqtida u odam aqidning ro'yi bo'yicha yashagan bo'lmaydi, aqidning ro'yiga amal qilgan bo'lmaydi. Xo'sh. Chunki aqida fikr yurgizganda yoki ish harakat qilgan vaqtida bo'lib qolsin, aqida asosiy fikr yurgizilsa, ya ish harakat olib berilsa, niyatdan tortib, niyat boshlangandan tortib ta ish oxirlashgan qadar bu aqida harakatchan bir aqidaga aylandi. Nima qilsa birisi bir ishni qilmoqchi, birisi bir fikr ishlab chiqarmoqchi, birisi bir yo'l xaritasi tuzib chiqmoqchi. Mush ishni niyat qilgan vaqtdan tortib ta oxirlashgan qadar aqidaning ruhidan chetlamay qolib qolsa, u vaqt bu aqida qanday aqida? Harakatchan aqida. Aktiv aqida, jonliq aqida, musulmonning haqiqiy to'g'ri yo'l boshlagan aqidaga aylandi. Shuningdek, bunday aqida musulmonga nisbatan har qanday bir fikrning, har qanday bir nazariyaning yoki har qanday bir qonunning yoki har qanday bir ish harakatninki asosli ramkasini shakllantirib beradi. Aqida bu. Aqida musulmonga nisbatan har qanday bir fikr bo'lsin, nazariya bo'lsin, yoki qonun tuzumi bo'lsin, yoki ish harakat bo'lib qolsin, asosli ramkasini shakllantirgan narsa bu aqida. Qonun tuzayli, fikr qilayli, biznes ishlab chiqarayli. Aqida nima deydi mush masalaga? Buni ramka qila olsak, u vaqt ishimiz to'g'rimi? Bu aqida degan bu. Agar unda qilmay, u aqida degan oltini bilib qo'ysak, yodlab qo'ysak tugdi. Falan kitobda manda debki bugun degan boshqa. Bugun falan mandaq deydi, falan professor, falan John Sartre munda deb kallimiz kelgan bo'yicha aqidani ro'ydan chetnasak, u vaqtda biz so'zimizda aqida bor musulmon, ish harakatimizda aqidani chetnagan yerim yotda bir musulmonga aylanib qolamiz. Agar butun chiqatmay qolib qolsak. Xo'sh. Bu xatarli bir ahvol yuz berdi. Nima uchun bunday deymiz? Chunki inson qilmoqchi bo'lgan yoki tartiblamoqchi bo'lgan yoki izlanmoqchi bo'lgan har qanday bir ish uchun aqida asosiy omil hisoblanadi. İnsan qilmoqchi bo'lgan yoki tartiblamoqchi bo'lgan qaysi bir ish, qanday bo'lishidan qat'iy nazar, mayli bu ish nikohga o'xshash bir ish bo'lsin, ijtimoiy masala, yoki so'lsatga o'xshash iqtisodiy bir muomala bo'lib qolsin, bu ish aqidaning ruhidan ayrilmaydi. Bu nikoh bilan, nikoh taloq bilan aqidaning ishi deyamiz. Bu so'lsatq bilan, to'g'ri so'disi bilan, yana bir so'dlar bilan aqidaning ishi deyamiz. Chunki aqida har qanday bir ishtiboh bo'lsa, har qanday bir ishtiboh. Aqida ro'yi har qanday so'dida bor, har qanday muomalada bor, har qanday fikrda bor. Shu fikr qilganchada siz kimdan elang bu fikrni Qur'on sunnatniki aqidasiga to'g'ri kelam o'lcham qaraymiz. Bir ishni kimdan o'rganing, kimdan qiling bu Qur'on sunnatniki aqidasi to'g'ri kelamda buni qarash lozim. Ya'ni ahkom masalalari, ijtimoiy qonun masalalari, shaxsiy ahvol qonun masalalari hammasi aqidaning ruhiy bamutsi. Masalan, misol olaylik, taqimni aniq qilish uchun. Bir inson qilmoqchi bo'lgan ishi uning so'tsiyaga aloqador ishi bo'lsa, yoki iqtisodga aloqador ishi bo'lib qolsa, bu dastlab nimani o'ylash lozim? Islom tushanisida mal dunyo qanday narsa? Mal dunyo inson o'z xohlagan ishlaydigan narsami, ishlatadigan narsami yoki Alloh bergan uning bir omonat. Buni o'ylash lozim. Mal dunyoda igdorchilik huquqi zodi kimdi? Mal dunyo Allohning malimi yoki topgan odamningki mutlaq shuni huquqidagi malmi? Islom buni nima deydi? Endi keldan mal dunyoning vazifasini nima mal dunyo topgan bo'lsak, buni o'ylanib ish qilish lozim. Demak, bu yerda iqtisod aloqador masaladami? Shu misolni oldik, har birisida aqidaningki ruhiy bamisi bor. Agar bu masala oylik munosabatlik masala bo'lgan bo'lsa, masalan, er ayollar orasidagi munosabatning xarakteri. Bu qanday masala? Er ayollar orasidagi munosabat boshqa dinlarga o'xshash. Masalan,
Hristiyan dinini misal alaylik mesela. Rahiplik tashabbus qildigan. Bu holatimiz yo'q. Aqidamiz o'xshamaydi kelgancha. Yoki nikoh bo'lmasmi? Cho'kilab yuribas bo'ldi deydigan bugungi bir qism ideologiya uning o'xshamaydi. Ya'ni ayollik aloqasi nikoh asosida halol bo'ldigan, nikoh bo'lmay qolib qolsa harom bo'ldigan deydigan bir xarakter. Aqidaga bog'liq ishimiz aqidaga bog'liq ish. Xo'sh. Nikoh bo'lib qolsa to'g'ri o'lcham bilan halol, bo'lmasa harom deydi. Ening keynidan bu nikoh masalasi yoki oila masalasi islom dinida muqaddas bir masala. Boshqalarga o'xshash kasb emas yoki u yangi bu yangi qilib bo'lgan bir masala emas. İslam dini muqaddas deb qaraladi. Shuning uchun Qur'oni Karimda mithaqan g'alida deydi. Nikoh masalasi, oila qurish masalasi sen chaqchaq qilgan masala emas deydi. Sen Qur'onni qo'yib turib, payg'ambar alayhisolamning sunnatini qo'yib turib va'da berding. Oldim, tegdim degan chaq. Nimaga oldi? İslamning ro'yi bo'yicha yashashga oldim. Nimaga tegdim? İslamning ro'yi bo'yicha musulmoncha yashashga va'da berdim. Deb ya söz vergen bir mesele. Mukaddes mesele. Şunu bu mukaddes bir aileni, mukaddeslik sütü iyi bir aileni halıganca bir söz bilen inkar kılanmaz. Halıganca bir sözü buzu ötenmez. Şunun için dinimiz talak kılış, bulanmağa yer kelgence kıldıgan neseli. Allah yaxşı görmeydiğen neseli. Bulanmağa yer kelip kas insan karakteri için bunu mağdur bulmasını buzuduğun nesemezdi. Bu itikat meselesi. Yani bu şuna okşaş hayattaki qaysi bir işini elip etsek hemmisi itikat ruhiga münasebetlik bo'lsa, etiqat ro'yi münasebetlik. Shunga har qanday bir fikr qilgan vaqtida, ya fikr nazariya ishlab chiqargan vaqtida bu aqidaning ruhini ismimiz aytgansak, u vaqtda bizniki aqida emas, sog'lom. Agar undaq demay, bugun zaman ko'tarmaydi, biz qaysi davrda yashayapmiz emas, biz islom 900 yil oldingi nima deydigan bu narsani desak, u vaqtda bizniki e'tiqodim nol degan gap. Yani etiqat ro'yida o'lak bir insonlar. Yani bu xil tushunchaga kelsak, yani bu mahkumlikdan, bu xo'rlik qilolmaymiz. Birdam kommunist kelsa, kommunistni muqaddas bilamiz, bir zamondagidek. Birdam yana kelsa, uni muqaddas bilamiz. Erdo'g'an yana biz chiqib qolsa, uni muqaddas bilamiz. Yani shamoldagi nimaga o'xshab qolamiz, peyga o'xshab qolamiz. Biz muqim turimiz deyotganmiz, tog'da. Xo'sh. Muqim bir ruh egolimiz deyotganmiz. U vaqtida e'tiqodimizni kirdirishimiz lozim, e'tiqodimizni ruhlantirishimiz lozim. Ko'p rahmat. Hamda şu ko'rilmalarga şu nuqtada bo'libmi aqida masalasida maxsus bir kitap tavsiya qilish kerak bo'lsa, chunki boshqa tillarda nayt ko'p shu maxsus başdan oxir aqidaning barliq ushaq-tushak masalalarini tilga olgan kitoblar Uyg'ur tilida tafsir yoki hadislar bakrak ko'proq nima qildimdi. Shuni sizlar shu islarga kelgan o'qib ko'rilmalarimizdan biroz şu kitapni o'qish kerak degan masalada qilib qo'ysak yaxshilarmiki? Tamam, agar kitap nima qilgan bo'lib qolsa, kallamda bir qancha kitob bor. Buni e'tiqod yoki aqidaningki bir o'rta saviyadagi Xo'sh. bir kitobni izlayman deb qaraydigan, shuni maqsad qilgan birodarlar bo'lib qolsa, doktor Muaz Saidavoniki Islom asoslari degan kitap, yani men nashr qilgan kitap. Bu kitap o'rta saviyadagi va boshlang'ich saviyadagi qarindoshlarniki aqidani tushunishga obdan ilg'or kitap deb hisoblanadi. O'zi yo'g'on emas, hajmi kichik kitap. Xo'sh. Agar yuqoriroq saviyadagi Uyg'ur tilida tarjima qilingan yuqoriroq saviyadagi obdaroq kitobdan birini ko'raman desa, masalan, Yegan yaratqushi degan kitap. Ening keynidan buningdan yuqori saviyadagi İslam aqidasini bir qator tushunaydi deb qaraydigan bo'lib qolsa, Eliza Begovichning İslam va Sharq va G'arb orasida degan bu kitap. Buning bu. Taqimmi uningdan oddiyroq, yangi ibtidoiy saviyadagi bir aqida to'g'risida kitob deb qolsa, balkim boshqa qarindoshlar o'tirib qo'ygan kitoblar bo'lishi mumkin. Mening ismim yo'q. Men bu to'g'risida yaqinda o'smirlar qarta, o'quvchilar qarta aqida to'g'risida kitap chiqarmoqchi. Bu to'g'ri ishlar. İnşallah. Xayr. Hamda şu şirketning to'g'ri bo'lishi albatta yuqoridagi javoblardan, so'zlardan amaliyotda fikr to'g'ri bo'lgan vaqtida şirketga uning namoyon bo'lganligini so'zlab o'tdilar. Takrorlash hojat bormi yo'qmi bilmadim. Şirketning to'g'ri bo'lishi nimaga bog'liq deb bir savol so'ralsa, yana shu aqida chiqdi natijasi. Bu
Biz 4 meseleге dedik. Yani aqida bizning ish harakatimizniki yuzlantiruvchi omil bo'lishi lozim. 4-omil haqida to'xtalamiz. Yani ish harakat qanday bo'lgan to'g'ri bo'ladi deb aytgancha. Musulmonlar yuz bergan eng ig'ir bir illat bor. Buni yuqori degan bo'lsak, biroz ichish to'g'ri. Musulmonlar yuz bergan eng ig'ir illat nima desa, fikrninki aqida ruhidan ayrilib ketgandan bakrak, ish harakat aqidaning taqozzosidan ayrilib ketgan. Gerçi iki illet tang bo'lsin bu yerda. Musulmonlarning fikr dunyosi qarasak, hali sharqcha, hali g'arbcha, hali yana bishmich bo'lib, aqidaning ruhidan fikr dunyosi ayrilib ketib, bir xil insonlar paydo bo'lgan bo'lsa, shuning bilan birlikda aqidaning ruhidan ayrilib ketgan eng cho'ng ish nimasi amal dunyosidan ayrilib ketganligi. Fikrning aqida ayrilib ketishi qarg'an vaqtida ish harakatninki aqida ayrilib ketishi bakrak ig'ir. Ya'ni aqida demek zihnimizni bilsek, bunu bir ma'lumot süptiren, ma'lumot ombiri süptir bilib qo'ysak, o'zimiz chiroyli Qur'ondan nechini islom to'g'risida bayon qilgan kitob nechini tizib qo'ysak, ba'misi bor mana desak. Xo'sh. Ammo uning yurishtirishi qarasak, fikr dunyosi qarasak, tasavvur dunyosi qarasak, siyosiy harakati bo'lamdi, siyosat bo'lamdi, tashkilotchilik yonimishimiz bo'lamdi qarasak, buning tamoman yiroq. Ba'zanlar var o'zini damallarning balasi deb atvasi, uni ishimiz yo'q uning bilan. O dadası damallı olan bu savabın dadısı aldı, balısı almaydı. İslam'ın körüsüz bundaqsı, yak biz bunda devlet koymayımız deydi galiba. Kötü on gibi onu deydi. Dadan damallı olan bu savabını aldı, sen mahrum bu savabdın. Çünkü dadanın itiqat doğru olan buğa şunu otur koygan. Ama seninki bir yerde ki, biz bunda devlet koymayımız diyen bolsak, Kur'an üstüne uygun kötü sen deydi. Sen yok bir yerde o savabdın. Kimden balısı oluştan qat'i nazar? Kimden püştü oluştan qat'i nazar? Bu meseleni bir yerde aniq o'tirib qo'ymay bo'lmaydi. Ya'ni ish harakat dunyosi kelgan vaqtida, xo'sh. Masalan, siyosatga qarab boqaylik. Bir bo'lik o'ylamalarimiz bir qanchilgan fatvo chiqadi. Shuni musulmonlarimiz parvo qilib o'tirdi. Masalan, shaqlatib siyosat qilish harommi? Fatvo bor, nechilar. Buni qator biz bir programma qildik. Buning harom bo'lsa, ya'ni bu şeriatning ko'rsatmamiz ma'lum ekan, o'limal bunday aytgan to'xtagan qancha % inson bor, qancha % musulmon bor. Agar e'tiqod ro'ytiri ko'p bo'lsa, mana shu xato ketib darhol qo'l tatadi. Aroq ichayotgan musulmonlarga ham aroq xato. Aroq gunoh degan vaqtida shu zaman istikandagi narsani to'kdim, to'kmadimmi? To'kdi. Ammo bizniki cho'ndagi narsani setib bo'lib, to'kib bo'lib, enenkayni. O'zingda yo'q narsani satsang bo'lmaydi. 10 ming dollar pulun olib qalsa, 10 ming dollarga oltin ep sata alaysan, 100 ming dollarga ep satsan, o'ziniki haqqing emas deb bu fatvoni bersa, buni amal qilayotgan musulmonlar qanchalik. Ammo bizning musulmonlar ziyonni o'zini tatib bo'lgan vaqtida islom nima deydi-ki deb, yana bir yo'chiq chiqib qolamdik deb so'raydi-ki, ishning peshini qildigan chog'da, "Ma ishim to'g'rimi, xatomi?" Pulni jiqtabsan bo'ldi. Masalan, bitcoinni harom deb fatvo berdi. O'tib o'lamalarimiz buni nech birsa odamni amal qilyapti, nechsi xato yo'l desa. Misol paychakning to'g'ri xatosini ayirmay mablag' sarflayotganlar, xiyoliy dunyoda so'tsat qilayotganlar misol. Riba bo'lganligi, jazoni bo'lgan bilib turib undan voz kechmaganlar. Yolg'on guvohlik berayotganlar, 1 million yaraydigan 4 million deb yozdirayotganlar hukumat davlatni aldab. Buning o'xshash so'tsat yonmayotgan nima deyish lozim? Ya'ni bu hammamiz ish harakatimiz, amalimiz amal. Bu aqidaning ruhi qana bir yerdiki. Foyda bo'lsa bo'lamdi yoki aqidaning ko'rsatmasi bo'yicha ishlash kerak. Demek bir fikir dünyası buruluştan beklerek ameliyat dünyası buruluş bu intayin akır. Bu sebepten Peygamber Aleyhisselam insanın iş hareketine idare kılanmaydıgan, insanın yürüyüş duruşuna tesir göstermeydigan, yak insanın iş hareketi yüzlendirenmeydigan, bunda bilimden, bunda mollalıktan, bunda bilermelikten, amallık dilep ne gelse Allahu minni a'udhubike min ilmin la yenfa'd. Payda kılmaydigan bilimlikten, payda kılmaydigan mollalıktan, payda kılmaydigan zuvandarazlıktan ben amallık dileyim dedi. Yani sen de bilim bolsun mu? Bilimin doğru bolsun mu? Zihninde şu düşünce doğru bolsun mu? Kaydı kanuniyet uygun kelsin mi? Lekin senin ameliyat dünyası çıkan vaktinde şunun kaydesi mağmasan ameliyat dünyasında ilimnin körsetkinci boş mağmay hata yoldu mağsan ya doğru yoldu vurulup gelsen bunda ilim payda kılmaydı. Bazı karşıda ilim doğrumuz ügengen doğru. Zihni cihetten doğrumuz doğru. Lekin ameliyat dünyası chiqqanchada uning qilayotgan ishi da'vatgan gapi bilan ikkisi zid.
Demek bir yerde kallangdagi bu narsa to'g'ri bo'lsinmi? Tushunchang to'g'ri bo'lsinmi? Ish harakatdan xato bo'lganligi uchun bu ilm, bu bilishing, bu diniy qarta tasavvuring, diniy qarta tushunchang seni to'g'ri yo'l boshlayolmaydi dedi. Demak sen xato yo'ldading. Payg'ambar omonlik tilagan zalolat yo'l sen darhol yon bu yerni. Sening ish harakatingga biliming, tushungan narsang ta'sir ko'rsatsa bo'ladi dedi. Seni idora qilsa bo'ladi dedi. Şuna şirket akidenin taqazosini ayrilib qolsa, bilim qanchalik bo'lib ketsa, Xo'sh. u foyda qilmaydi. Mayli qarisi olsun, mullasi olsun, ziyolisi olsun, advokat olsun, siyosiy bo'lib qolsin, şirket akidenin taqazosi ayrilib qolsa, uningki unvoni, uning bilimi bu yerda hech narsaga esqatmaydi. Demak, bu yerda musulmonlar yuz berayotgan eng og'ir qabih illat nimasi? Aqidaninki fikr dunyosiga yetakchilik qilinmasligi, shuning bilan birlikda bu aqidaninki sharkat dunyosiga, faoliyat dunyosiga yetakchilik qilinmasligi. Illatimiz illat o'g'adim dahshat og'ir illat. Ya'ni bosh motor chataq deydi. Xo'sh. Motor chataq o'g'atga qog'ozning hammasi sanayan yanpa yanib jim bo'ladi. Ketaver. Natijada ahvolimiz shu. Musulmon deydi og'izdan chiqqan gapdan sesliq qarg'in. Özünün haliga bakmay turib, fatvo berishlarga qarg'in olmaydi ba'zilarni. Ba'zilarni hech narsa bilmay turib, mening kaynimda shogird bo'l, ishni jihatni menda qilsang deydi. Halbuki, ma ishing to'g'ri, ma ishing xato deb o'lma bo'lib qolsa, u jihatni yaxshi ko'rmaydigan deb fatvo taqdi. Ya'ni ba'zilar bir narsa bilmay turib, o'zi xohlagancha bir narsani taqdi. Bu qanday masala bu. Demak, bizning ish harakatlarimizda, fikr dunyomizda aqida bu yerda yetakchilik rolni o'ynayapti. Mesela bir yerde, çatak bir yer. Şuna bir yerde Müslüman qandaylik bir iş hareketini qilmoqchi bo'lib qolsa, qandaylik bir faoliyatni qilmoqchi bo'lib qolsa, uning zihnida aqidaning ruhi tirik bo'lishi lozim. Xo'sh. Aqida uni kontrol qilish lozim. Aqida uni yetaklash lozim. Bu vaqtda ish harakat endi to'g'ri o'lcham mumkin. Buni boshqa shifarliga vaqtida qilayotgan ish harakatlarimiz insonning yaxshiligini ishga oshira olsa, Allah'ın ko'rsatmasiga ergishib, yoki Allah'ın ko'rsatmasini tutib turib, shariatning ro'yi uygun bo'larsa, u vaqtida aqidaning taqozosi ishga chiqqan bo'ladi. Allah'ın ko'rsatmasini tutib mansak, ishlarimiz shariat uygun bo'ldimi, bo'lmadimi? Uygun bo'ldi. Xo'sh. U vaqtida aqidaning taqozosi uygun. Ammo zihniy jihatdan aqidamiz bor, lekin ish harakatlarimiz shariatning ro'yiga uygun emas. Şariatning maqsadlariga uygun emas, Allohning ko'rsatmasiga, payg'ambarning ko'rsatmasiga uygun emas. U vaqtda bizniki aqidamiz, ruhi xato yo'lda, xato yo'nalishda degan gap. Demak, biz ish harakatlarimizni aqidaning ro'yiga bog'lay olsak, shariatning ro'yiga uyg'unlashtira olsak, u vaqt aqida bilan amalimiz, ish harakatimiz vaqtida nima bo'lgan bo'ldi? O'xshash. Ayrilmagan bo'ldi, birlashgan bo'ldi. Ish harakatimiz aqidaning taqozosi bo'yicha bo'lgan bo'ldi. Ish harakatimiz shariatning ro'yiga u vaqtida uygun bo'lgan bo'ldi. Demak, gapimizni xulosalasak, muhtaram qarindoshlar, aqidada rostchil bo'lganlikning, aqidada sodiq bo'lganlikning, aqidada to'g'ri bo'lganlikning o'lchami nimasi? Aqidani fikrdan yetakchi qilish. Aqidani yurish-turishdan yetakchi qilish. Aqidani ish harakatdan yetakchi qilish. Aqidada rostchil bo'lish, samimiy bo'lishninki o'lchami aqidani fikr uchun, yurish-turishimiz uchun va ish harakatimiz uchun asosiy manba qilish. Yuzlantiruvchi omil qilish va asosli ramka qilish shart. U vaqtda bizning aqidamiz sog'lom aqida bo'lgan bo'ldi, to'g'ri aqida bo'lgan bo'ldi. Fikrimiz qarta asas manbadan aqidaning manbasi olmaymiz fikrimiz. Qur'on sunnatning asas manba qilib turib, mushning uyg'un bo'lgan dunyo fikrlarini foydalansak chataq yo'q. Qur'on sunnatning asas manba qilib turib, ijtihodiy masalalarda dunyo fikrlarini foydalansak masala yo'q. To'g'ri bo'lib qolsa, buning zid kelmaslik sharti bilan. Masalan, g'arb dunyosiniki fikr dunyosi foydalansak, shariatning maqsadlariga, islomniki dunyoga zid kelmasa. Endi kendi bu aqida bizning ish harakatimizni yuzlantiruvchi omil bo'lishi lozim. Cho'ng asosiy ramka bo'lishi lozim. Fikir qilayli, ish harakat qilayli, yurish-turish qilayli, o'tirish qo'pash qilayli, hammasi mushramkining ishida bo'lib qolsa, u vaqtda bizning aqidamiz sog'lom aqida bo'lgan bo'ldi. Agar biz bu ramkadan chiqib ketsak, ish harakatlarimizda, fikrlarimizda, agar biz aqidaning manbasidan chiqib ketsak, ish harakatimiz, fikrlarimizda, agar biz aqidani yuzlantiruvgacha
amil deb qarayanmay, hili u yandan, hili bu yandan cho'klab yursak, u vaqt bizning aqidamiz chataq degan. Aqidamizda illat va aqidamiz kasal degan bu. U vaqt bizning aqidamiz ruh ega emas, aqida ruhi yetilmadi degan bu. Allah razı olsun. Köptüngep rahmet. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi sonimizni müşahede oxirlashtiraylik. Haqiqatan mayli o'tgan son bo'lsin, bugungi son bilan texam tafsiliy holatda yoritildi. Qanchalik hayotimizdagi bu aqida ruhininki naqadar muhim ekanligini qayta bir tushundik deb qarayman. Rabbim Allah subhanahu wa ta'ala hammamizning qilgan bu qisqagina hayotdagi barliq harakatlarimizni dinimizning, aqidamizning ruhiga uyg'un shaklda tushunish, fikr qilish va shu bo'yicha yashashga nasib qilsin deb tilaymiz. Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala ömür bersa yana bir qatam sonimizni ko'rishgacha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.